Leksiya devamı vatandaş. Endiki mavzu. Bugün çizlaq 2022 yıl 6. ayının 22. günü vatandaşım. Endiki mavzu başta aytqanimizdek Çinçengo'nun derzisi duyuqsuz düşürüldü. Xi Jinping Amerika'ya baş egemdi. Mavzulu xabar 6. ayının 22. günü Şanbao doğruda hem de Wenbi doğruda ilan kılındı xabar. Bundaq başlandı. Cungo Şinjan Abdunum Rayini, Cungo Mustamlik Uyg'uriston Partkom'un sabıq sekretari Çinçengo 6. ayının 14. günü Merkezi Yezi Hizmeti Rəhbərlik Gruppasının muavin başlığı bulup şu salayet bilen Beijing'de yezigiligini 3 cəhət qollaş muhakimi yığına qatnaşdı. Yaponiya Asiya İqtisadi Geziti 21. günü xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Çinçengo'nun derzisi amaliyotga tushirildi. 20. qurultay chaqirilish arpisida kuzatuvchilar mundaq tashabbus qildi. Jungo'nun rais Xi Jinping mushu munosabat bilan Amerika bilan Jungo o'rtasidagi jiddiy munosabatni pasaytirishni umid qildi. Çinçengo Şinjanni qattiq qo'lliq boshqargan edi. Mustamlik Uyg'uristonni qattiq qo'lliq boshqargan edi. Amalidan qoldirilgandan keyin amal darajasining tushirilishi nurg'on qiyoslarni o'ttirg'i chiqardi. Xinhua xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Çinçengo hozir Yezi Xizmeti Gruppasining muavin guruhi boshliq vazifasini o'tayotdi. Xinhua bu grup başlığı oldu. 2016 yıldan başlap Çinçengo Şinjan Partkom'a sekreter oldu. Jungo alakadar matbuatla Jungo'da mundaq ko'rsatdi. Mundaq xabar qildi. Çinçengo o'tgan yil 12. ayda vazifasidan qoldirilib, boshqa vazifaga qo'yildi deyilgan edi. Onun o'rniga Guangdong өлkəsinin өлkə başlığı Ma Xiangruo Şinjan'a mustamlika Uyg'uristonga yetkazib kelindi. Yer shar vaqt gazeti xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Çinçengo Şinjan'da mustamlika Uyg'uristonda vazifa o'tagan chaqlarda Amerikaning qari surkishiga uchragan edi. Lekin o Şinjan'da yani mustamlika Uyg'uristonda zo'ravonlarni, bölgünchilarni, diniy radikalistlarni tizginlab, iqtisodni taraqqiy qildirdi. Bu yil 5. ayda har qaysi g'arb matbuotlari Şinjan soqchi hujjatlarini e'lon qilib, bu hujjatlar bir necha ming parcha surat va bir necha yuz parcha jadvallarni o'z ichiga oldi. Yana Çinçengo'nun Şinjan siyasi to'g'risida so'zlagan nutqlarini o'z ichiga oldi. Angliya radio shirkati xabar qilib, mundaq tahlil qildi BBC. Şinjan hukumati, yani mustamlika Uyg'uriston ko'chmanlar hokimiyati tarbiyalash lageri va turmalarni tangishiltib, Uyg'urlarni zo'r ko'lamda nazarband qildi. Şinjan soqchi hujjatlarida Çinçengo'nun qochqonlarni etib o'ltiringlar degan buyrug'i oshkorlandi. Çinçengo'nun amal darajasining tushirilishi 20. qurultay arpisida Jungo'nun Amerikaga tutgan pozitsiyasining yumshag'anligining alomatidir. Deyishdi kuzatuvchilar. Tashqi ishlar ministrligining muavin ministri Le Yuchengning diplomatiya sistemasidan ayrilib, davlatlik radio televiziya idorasiga muavin boshliq bo'lib tayinlanishi Jungo tashqi siyosatida o'zgarish bo'lganligining alomati deyishdi kuzatuvchilar. Aslida bu kishi
Tashqi ishlar ministri Wang Yining o'rniga qo'yiladigan kishi edi. Biz sizlar bilan muhokama tahlil qilgandan bu 2 nafar odam to'g'risida obdan to'xtaldik vatandoshlar. Bu ham davomli kelyapti. Demak, bu bir davr bo'lg'ich bir ish bo'ldi bu. 13 kunida ikki davlat Jungo Amerika Qo'shma Shtatlari yuqori darajalik amaldorlarining Lyuksemburg yig'ini suhbati shundan keyinlar Jungnanxayda va Jungoda bo'lgan bu o'zgarish demak hozir nima deymiz? Uyg'uriston mustamlika, ya'ni Xinjiang siyosati to'g'risida dunyoviy bir o'zgarishning o'ttiriga chiqadiganligidan dalolat ve bisharet berdi deymiz vatandaş.